Tojikiston milliy terma jamoasining darvozaboni kim? Bilamizki, hozirgi paytda Markaziy Osiyo davlatlarida juda yaxshi darvozabonlar ko'p va ularning bittasi Rustam Yatimov. Tojikiston milliy terma jamoasining asosiy darvozaboni. Rustam 1998-yilning 13-iyulida Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida tug'ilgan va aynan shu shaharda u futbolga birinchi qadamlarini qo'ygan. Rustam Volga Nijniy Novgorod jamoasining akademiyasida ta'lim olgan. 2017-yili Volga Nijniy Novgorodning moliyaviy inqirozi tufayli u Dushanbening Istiqlol jamoasiga ko'rikdan o'tish uchun boradi. Lekin hujjatlar bilan muammo tufayli uni qaydnomaga kirita olishmaydi. Shundan keyin u Nijniy Novgorodga qaytib, Olimpiya jamoasi bilan mashg'ulotlarda qatnashga majbur bo'ladi. Bir yildan keyin barcha hujjatlarni to'g'rilab, uni qaydnomaga kiritishadi va u Istiqlol jamoasida o'ynashni boshlaydi. Uning onasi rossiyalik, lekin otasi tojikistonlik bo'lganligi uchun Rustam Tojikiston milliy terma jamoasi uchun o'ynash qarorini qabul qiladi va natijada Rustam Yatimov Tojikiston fuqaroligini oladi. 2024-yilning yozida Rostov uni 230 ming yevro evaziga sotib oladi. Joriy mavsumda Rustam Yatimov Rostov safida 18 ta uchrashuvda maydonga tushgan va umumiy ravishda 23 ta golni o'tkazib yuborgan. Shu jumladan uning hisobida 3 ta quruq o'yin ham bor. Transfermarkt portalida Yatimovning narxi 1,5 million yevro. Nima deb o'ylaysiz? Rustam Yatimov yaqin orada qaysidir jamoaga transfer bo'ladimi yoki yo'qmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.